alaykum. Va alaykum assalom. Rais bu yaxshimisiz? Shundoq jonimga tegdi bu. Shundoq jonimga tegdi, bilasizmi? Ey! Bir minut, to'xta. Rais bu. Yana bironta jazmani telefon qilyapti. Jim tur. Ha? Alo. 94lik 468 telefon raqamiga tushdimmi? Yo'q, adashdingiz. Adashgan bo'lsam nimaga ko'tarasan? Ahmoq. Uzr, ming bor uzr. Keyin bu bilan o'zim gaplashib olaman. Menga qaralaring. O'zi bu tinchlik bormi sizlarning dastingdan, bir oyda 5-6 marta kelasanlar. Boshim og'ritib olasanlar. Sizlarni ko'rmasamchi, sog'inib qoladigan bo'lqimman. Nimaga bo'lsa? Rais buva, o'zimcha kelmayapman-ku. Mana shu odamni aybi tufayli kelyapman. Nima bo'ldi? Tez gapiringlar, nima bo'ldi? Voy, qadam tashlashi boshqacha bo'lib yurdi rais buva. Kuzatishga tushdim. Keyin qani bir o'rab ko'raychi dedim. Xo'sh. Yangi raqam oldim. Telegram ochdim. Telegramga chiroyli janonni rasmini qo'yib qo'ydim. Bu kishim rais buva avrashga tushdim. Keyin o'sha raqamdan bu kishimga sekin xabarlar yozishni boshladim. Rais buva bilasizmi? Voy, shunaqa chiroyli SMS-lar kelishni boshladi. Jonim, asalim, seni sevaman, sensiz yasholmayman. Rais buva ishonasizmi? Menga umuman bunaqa so'zlarni aytmaydi. Voy, Telegramdan boshqa profildan bo'lsa ham xursand bo'lib ketdim-ey. Voy, bu kishidan shunaqa gaplar chiqadimi deb. Rais buva keyin meni uchrashuvga taklif qildi. Men ham so'radim. Oilangiz bormi? Nechta farzandingiz bor dedim. Nima deb yozdi deng? Xo'sh, nima deb yozdi? Voy, so'qqa boshmish. Voy, meni o'lganimga 2 yil bo'lganmish. Voy, rais buva. Voy, men o'lganmishman, rais buva o'lganmishman. Ishonasizmi shunga? Rais buva, bu odamga bir nima deb qo'ying-da. Bunaqada oilam buzilib ketadi-yu. Hoy. Ana, bu ketdi yana shu ketishda bir oy. Shu muammolar sizga kerakmidi? Shuncha gap so'zlar. O'zingizga o'zingiz muammo tug'dirib, nima keragi bor edi? Rais buva, yana bitta yangi raqam olaman. Profilni bilaman-ku. Qayerdaligini bilib topib olaman. Xavotir olmang, rais buva. Hali yana kelamiz. Menga qara. Mana maydachi uyda amakingni borib hol-ahvolini so'rab, amni bergin, xo'pmi? Yana shirinliklar yeb qo'ymagin yo'lda. Xo'pmi? Tez bor. O'zlari ham bir kelar ekanlar degan. Xo'p, yo'lda chetidan yur. Qayerga ketyapsan? Yaxshimisan? Salomatmisan? Rahmat. O'tir qani? Qani. Voy. Hammay tinchlik bo'lsin. Qayerga ketyapsan? Kasalxonaga. Tinchlikmi? Bir soch ektiray dedim. Bir yasharayman ham. Nech pulga egar ekan? Shu 5 millionlar dedi-yu. 5 million. Ha? 500 ming bersang soch chiqizadigan yo'lini bilaman-ku men. Qay. 4,5 million yoningga foyda bo'ladi. Rostdan. Joning azob chekmaydi, boshingga nina qadatmaysan. O'zi yonboshing teshilib ketdi, har kun ukolaverib. 4,5 million yoningga foyda bo'ladi. Rostdan. Aniq. Kim nechtasi shunaqa yordam qildi men? Bir menga ham jo'racha yordam qil. Menga qara, pulni berasan, bizda to'lov oldindan. Baraka topqir. Olasan shu pulingni. Mana shu olasan, erta beraman, indin beraman. Avval yer yuzida bo'lmagan, sizlarni urug'laringdan chiqqan shu narsa. Oldin ber, ana undan keyin tabiiy usul. Xo'p. Vag'illab. Ber, 500 ber. Qaramay tur. Qishloqda ham hamma do'konda qarz daftarda sen birinchi o'rinda turasan. Chiqamish. Sanab o'tirma. Bo'ldi.
Menga qara. Xo'sh. Toza asal topasan. Xo'p. Quyoshning issig'iga chiqasan. Xo'p. Yaxshilab boshingni asal bilan bulg'aysan. O'sha ochiq aerodrom joyi bor-ku. Xo'p. Men shu mahnaqasdan qilib shaqillatib surttirib quyoshda o'tirasan. Xo'p. Boshingni pashsha butunlay bosib bo'lgunicha. Boshingni pashsha bosib bo'lgandan keyin birdan deysanda cho'chitasan. Pashshani oyog'i uzilib qoladi-yu. Ana tabiiy soch. Kim bilib o'tiribdi pashshani oyog'i ekanligini? Nima? Ey, sen meni mazax qilyapsanmi? Yo, menga qara. Gap eshit. Sen meni mazax qilyapsanmi? Yomon gapirmang bilaman, joningiz og'rib turibdi. Bosh yopiq jarohati deb yoz. Iya. Doktor, bosh miya yopiq jarohati deb yozilmaydimi? Bunda miya yo'q. Ha? Nimaga? Miya bo'lganda xotinni tug'ilgan kuniga ham xushtorini olib boradimi? Ha? Ey, baraka topinglar. Sal tezroq bo'linglar. Har tish doktoriga ham kirishim kerak. Tish doktorda nima qilasiz? Xotinim ukalariga ham aytgan ekan. Ukasi boks bilan shug'ullanadi. U ham keldida. Voy! Har doimgidek qayerga yo'q bo'ldi bu? Niqil ishga kech qolaman men. Niqil gap eshitaman, odamni sharmanda ham qiladi bu. Ey onasi! Nima deysiz? Nima qilyapsan ey? Qo'ylarni tagi tozalayapman. Qanaqa? Ya odam ham shunaqa bo'ladimi? Seni dastingdan niqil men ishga kech qolgan. Ya, Qo'ymasa kastirchi. ya seni deb mukofot pullarimni ham kesib tashlashadi. Tezga! Nima deysiz, ha? Ya bir piyola choyim bermaysanmi? Ha? Ey, ishga kirganimga 25 yil bo'ldi, baraka topkur. O'zimdan keyin kechagina ishga kelgan bolalarning oldida gap eshitishmanga ham malol keladi. Ya, Voy, men sizga choy tayyorlasam, qo'yni tagini kim tozalaydi? oldin qo'chqorni qornini to'yg'izib qo'ying, undan keyin qo'ylarga qaraysiz. Qo'chqorni qorni to'ymasa mahramaydi, tushundingmi? Nima uchun asabiylashasiz? Ertalabdan o'zing turing kech qolasiz, Men beri turg'izib qo'yib, men nima qilyapsan? Choyimni to'g'rilab qo'ymaysanmi? Shunaqa chiroyli kunda asabimizni buzmaylik. Qanaqa kun ekan bugun? Har doimgidek kunda-ya. Voy, nima unaqa deysiz? Bugun to'yimiz bo'lganiga 25 yil bo'ldi. Ha, o'shanga nima qilish kerak endi? Dadasi, ana qo'chqorimiz bor-u, voy, rosa semirib yetiribdi-da. Shuni so'yib, mehmonlarni chaqirib, to'yimiz 25 yilligini chiroyli nishonlaylik. Ammangni so'yish kerak. Voy, nimaga? Qo'chqor bizni uchrashtirmagan, ammang uchrashtirgan. Qo'chqorda ayib yo'q. Ha? Voy, qattiq qilayim mazzaki bu. Onasi girakilsanda.
Ay onasi. Ey. Kinodagi Gerakil bo'lsa, sen Gerakil xonsan. Sen suyaydi projina qilib tashlaysan, ey. Mana qara. Ha, dadasi. Aytgancha kechagi tovuqni asfaltdan qirib olib tashladinglarmi? Qanaqa tovuq? Sen bosib olgan tovuq bor-ku. Asfaltga yopishib qolibdi rasm bo'lib, shuni qirib olib tashladinglarmi? Mana qara, mendan qo'ni qo'shnilar so'radi. Bu bechora tovuqni kim bu ahvolga soldi? Sizda uyingizni ro'parasida bo'pti deb so'rashgan edi. Ha. Men aytdim, asfalt qiladigan bosib o'tib ketdi dedim. Yana men bosdim deb oilaning sirini ko'chaga olib chiqmagin, tushundingmi? Hey, biram hazilgasiz a? Olib tashladi. Dadasi, Ha. tush ko'ribman. Tushimdachi, sizni ko'ribman. Kirsillab, suv oqib turgan ko'kolmadan bitta tishlab menga beribsiz. Ya onasi qo'y. Menga qara xotin. Meni iPhone olib berishga imkoniyatim yo'q. O'zi kecha ukang to'yidan qutuldik. Tushundingmi? Mayli, dadasining sizga roziman. O'zi abitimga pul bering. Abetingga? O'zi 100 ming pulim qolgan, shuni bilasan. Shuni olmoqchisan, men. Rahmat. Fediyani xotini 50 mingga abet qilar ekan-ku. Sen nimaga 100 ming so'raysan, nuqul? Nima meni Farhod akani xotini bilan tenglashtirasiz? U meni yarmim bo'lsa. Men siz beribsiz? Xayriyat, ey. 100 ming bilan qutuldim, ey. Dada, boshlaringizda, qo'llaringizda, oyoqlaringizda qolib qo'yaymi? Foydasi yo'q o'g'lim. Hozir onang uqalab ketdi. Pulim tugadi. Bundan ham zerk, boshqa zerk. Yo'q, Ey, senlar topganing telefon bo'ldi. Bunda bir savdo sotiq qiladigan odam, kelib qolinglar, olib qolinglar demaydimi? Ko'chadan o'tgan odamni chaqiriladi. Mana shunaqa narsalar uydan do'kon ochdik deydi. Chaqara ko'chaga. Obbo! Yosh bolaga ish buyur izidan o'zing yugurdigan. Vat buyoqqa. Bor joyingga o'tir. Hech kim yo'q. Odam o'tgan payt qaramaysanlar. Ya? Hey. Yurmay be. Maya qara. Ana u seni ustozingmi? Ha, ustozim dada. Maya qara, senga maktabga bor dedim. Mana bugun bormading. Endi ustozing uyma-uy bormaganlarda uyiga kelyapti. Tez berkin uyga kirib, ko'rpa to'shaqli yotib olasanmi? Men aytaman, shamollagan isitma qilib yotibdi deyman. Tushundingmi? Yo'q dada, men emas, bobom bergansin. Bobong nimaga berkinadi? Chunki nima uchun maktabga kelmading deganda bobom o'lib qoldi deganman. Nima? Lapatkani ko'tarib qayga? Mana shu yerdan chuqur kovlab, o'zim tiriklek ko'maman. Sanday xotin bilan yashagandan ko'ra. Shunda sendan qutulaman. Ha.
Yerga kirsangiz qulog'ingizdan, osmonga chiqsangiz oyog'ingizdan tortaman, qutulib bo'libsiz. O'lib ham qutulamiz, tushundingizmi? Esi yo'q. Qachongacha mana shunaqa bo'lar bo'lmas gaplarni gapirasiz? Boring, yalmasdan. Ko'ramiz. Ozodlik ne kadar güzel, ne kadar acayip. Ey odam, sen meni 1000 yillik qullikdan ozod etding. Tilagingni barchasini bajaraman. Amringga muntazirman. Nima xohlasam ham hamma istagimni bajo keltirasanmi, jin? Ha, Menga qarab, bizni futbolchilarimiz 2026 jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Amerikada bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga borishni shu darajada xohlayman, lekin samolyotda borishga o'lgudek qo'rqaman. Shu Atlantika okeani ustidan bitta ko'prik qilib ber. ey odam. Axir Atlantika okeanini ustidan ko'prik qurish bu naqadar mushkul ish. Sen o'zingga foydaliroq bo'lgan narsa so'ragin. Bo'lmasa, mana shu xotinimni chakagini o'chirib ber. Menga qara. Qaysi okean ustidan ko'prik qurish kerak edi? Men ishimni boshlay qolay.